Rasman iOS 26.3 birinchi versiyasi chiqdi. Bu yangi versiya. O'rnatib olganimga esa 2 soatdan oshdi. Qanaqa o'zgarishlar va qanaqa yangiliklar bor desanglar, o'zi Apple 3-4 kun ichida juda ham ko'p yangiliklar chiqarib tashladi. Ya'ni yangi devicelar chiqardi. Studio displeylarini chiqardi, MacBook, iPhone'larni va iPad'larni ham chiqardi. Studio displeylarini qo'llab-quvvatlash uchun ham mana bu versiyani chiqarib qo'yishdi. Ya'ni iOS 26.3 birinchi versiyasi. Mana shu iPhone 15 Pro Max ga ham men o'rnatib oldim. Mana ko'rib turganingizdek. Va iOS 26.3 da va iOS 26.2 da ko'rilayotgan xatoliklar, buglarni ozgina bo'lsa ham tozalagan, kamchiliklarni yo'qotgan va xavfsizlikni ham ozgina bo'lsa ham kuchaytirib qo'ygan. Обновление qilsangiz bo'ladi. Ya'ni iPhone 11 dan boshlab 17 Pro Maxgacha обновление qilsangiz bo'ladi. Mana shunaqa yangiliklarni iPhonecha do'stingizlarga jo'natib qo'yinglar. Mana hozirgina keldi yangi versiya.